Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar hammanglar? Mana o'zim Mo'jiza kafesiga tez-tez kelib turaman, Chilonzorda joylashgan. Bayram oldi ham kollektivimiz bilan keldi. Komanda bilan kollektiv dedim. Endi anaqa qildim. Komanda bilan kelib, shu yerda o'tirib bayramni nishonlashga qaror qildik. Hozir yangi anaqasi taom qo'shilibdi, jo'ja. Hammaga maslahat beraman, yangi yilda mana shu Mo'jiza kafesida kutib olsanglar juda ajoyib menimcha. Buni bunday qilib botirar ekansizlar-da. Undan keyin xohlasanglar mana tomatga botirar ekansizlar-da, cho'milib chiqar ekanda tovuq. Undan keyin bitta vannaga kirar ekan. Voy, issiq qolgan. Hambayni ichiga kirib ketay ekan. Hambayni katta. Hozir zo'ray. Mazza. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun Mo'jiza kafesiga mo'jizaviy, afsonaviy komandamiz bilan kelib, eng yoqqan ovqat ko'rsatni aytaman. Har xil ovqatlar bor ekan. Tandir. Vaguri. Hammasidan ko'ra bilamsiz, menga eng yoqqani bunaqa tovuq, pishirilgan tovuqni sayraganini ko'rganmisizlar? Rostdan shu darajaga. Souslar ham bor ekan, отдельно. Zo'r gap yo'q. Yo'qdimi sizga? Qorin shu darajaga zich, shu darajaga to'ygan, uje gapirishga ham hol qolmagan. Qachonki odam dahshat tuyadiki, o'sha yeydigan ovqati rostdan shirin bo'lsa, yana ketaveradi. Bayramga kela olmaydiganlar nima qilsin kafega? Eshitmadingizmi, dastavkasi ham bor ekan. Toshkentgacha. Bemalol dastavka qilsanglar bo'lar ekan tovuqni, svejiy issiqqina yetib boradi. Tavsiya qilamiz, yaxshi jo'jalar.